Akalar, assalomu alaykum. Birinchi manzilda yetishdan boshlaymiz. Farg'ona viloyati Bo'y tuman dehqonobod qishlog'idan bo'lyapti. Ozgina obzor qilib beramiz. Mol oxirimiz 2.30 lik, yana 30, uzunligi 2.30, yana 60, chuqurligi 30 bo'ladi. Narxi ko'rib turganlaringdek 300 ming beryapti. Mana bular qo'y oxirimiz. Mana eni 40, chuqurligi 20, uzunligi 2.30. Narxi bularimizni 270 ming. Bunaqa hamma turdagi oxir bor. Mana ko'rib turganlaringdek. Bular 2 metrli. 240 mingdan bular. 240 ming. Kimga qanaqa oxir kerak bo'lsa, hammasidan bor. Mol oxirimiz 260 lik. Eni 60, chuqurligi 30. Qo'y oxirimiz eni 40, chuqurligi 20. 260, 220 ming. Bu mana chizishga tushyapti. Qisqasi akalar, hamma razmerda bor oxirlarimiz. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati qishlog'idan bo'lyapti. Hozir bitta yukimizni Xorazm Bog'otga chiqarib olyapmiz. Bizlarimiz har xil arzonlari ham bor, mana ko'rib turganlarimiz. Oxirlar serob akalar. Hamma razmerda bor. Allohu qo'y oxir. Buzoq oxir, ana bitta qo'y oxir. Hammasida bor akalar. Ko'chkalar ham bor. Mana. Anaqa shiveldir. 4 tenka. Uzunligi 320. Xorazmga chiqarib olyapmiz akalar. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, cheklanmagan miqdorda qilib yetkazib beramiz. Akalar, kimga qanaqa narsalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.